Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana uz.sport kanali va biz O'zbekiston sport olamidagi eng so'nggi yangiliklarni sizlarga yetkazishda davom etamiz. Bugungi dasturimizda ko'pchilik kutayotgan katta jang haqida gapiramiz. O'zbekistonlik mashhur media jangchi Jasur Tayson Jurayev yana oktagonga qaytadi. U 30-noyabr kuni Olmaota shahridagi Baluan Sholak sport arenasida bo'lib o'tadigan Qozog'istonning Oktagon FC turniri doirasida jang qiladi. Jurayevning raqibi qozog'istonlik media jangchi, avval RUH Fighting ligasida ishtirok etib kelgan Nurdavlet Talebbergen bo'ladi. Bu jang atrofida qiziqish juda yuqori. Jasur Tayson Jurayev so'nggi janglarida o'zining kuchli darajasini isbotlab, tezkor hujumlari, bosim berish uslubi va xarakteri bilan katta auditoriya e'tiborini qozongan. U har doim jangni tomoshabob va agressiv uslubda olib borishi bilan tanilgan. Nurdavlet Talebbergen esa RUH Fighting ligasidagi chiqishlari bilan mashhur bo'lgan. Uning jang uslubi, qat'iyat, bosim va kuchli chap zarbalar. Qozog'istonlik jangchi o'z maydonida jang qilayotganidan ruhiy ustunlikka ega bo'lishi ham mumkin. Bu to'qnashuvda ikkala tomon ham yonmaydi. Jurayev ring markazini egallashga, raqibni ortga surib, kombinatsiyalar bilan bosim o'tkazishga urinadi. Talebbergen esa qarshi zarbalar va kuchli yakuniy zarbani izlaydi. Birgina aniqlik jangning taqdirini hal qilishi mumkin. Eng muhimi, bu jang nafaqat shon-shuhrat, balki kelajakdagi katta imkoniyatlar uchun ham hal qiluvchi bo'ladi. Kim g'alaba qozonsa, u O'zbekiston va Qozog'iston media jangchilar maydonidagi eng kuchlilardan biri sifatida nom qozonadi. Do'stlar, jangni sabrsizlik bilan kutamiz va Jasur Tayson Jurayevga omad tilaymiz. Agar ushbu jangni jonli efirda tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, uz.sport Telegram kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xudo xohlasa, O'zbekistonlik jangchilar ishtirokidagi janglarni jonli efirda yoritib boramiz.